Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga donasi 1,5 million so'mlik ishlarimizdan ko'rsatamiz. Eshiklarimiz mokriy svetda bo'lgan, 100% 08 qalin MDF da bo'ladi. Ko'rinishiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Eshiklarimiz yopiq fasonda bo'lgan. Karnizlari, nanshlari, zamonlari 3 tadan osha-moshalar bor. Eshiklarimiz mana pom rezinkada. Xolos mana promoglarigacha rezinkada bo'ladi. Kraskalari, laklarining kachistalariga ham alohida baho berib qo'yasizlar. O'rnatib berish oynalari hamma yo'q ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz o'rnatib berishimiz kelishilgan holda bo'ladi. Manzilimiz Andijonda. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Donasi 1,5 million so'mdan. Endi joylarda razmeriga qarab ozgina farq qilishi mumkin. Bularimiz 85 ga 225, 230 shunaqa. Romlari ham xuddi shunaqa. Xohlasa hamma narsalar bekam ko'z. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 77 kodi bilan 224 5024 aloqadamiz. Ishlarni sifatli, chiroyli qilib yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.